Bu videoda ko'p xatlarni ko'paytuvchilarga ajratishning usullarini o'rganib olasiz. Undan tashqari qisqa ko'paytirish formulalarining har birini ham tushuntirib beraman. Mana bunday qiziqarli va qiyin misollarni ham amalda yechib ko'rsatib beraman. Shunchaki videoni oxirigacha ko'ring va bu qiyin emas, osonligini tushunib olasiz. Demak, birinchi misolimizda ko'paytuvchilarga ajrating degan shart berilgan. Uning uchun biz albatta o'xshash ko'paytuvchini topib olamiz va keyingi etapda qisqa ko'paytirish formulasiga moslaymiz. Ya'ni, ko'rasizlarki, bu yerda chap tomonida koeffitsient 64, o'ng tomonda esa yo'q. Demak, harflarga o'tamiz. Bir xillik bizda a ni kvadrati eng kamida. Demak, biz a ni kvadratini umumiy ko'paytuvchi sifatida qavs tashqariga chiqarsak, qavs ichida 64 a ning 3-darajasi minus 1 qoladi. To'liq chiqib ketgan sonning o'rnida. Ana endi biz buni a kvadrat turaveradi, 64 ni biz 4 ni 3-darajasi va yonida a bo'lgani uchun umumiy qilib 3-daraja qilib yozib olamiz. 1 ni kubi ham 1. Shu uchun a kub minus b kub formulamizga moslaymiz, ya'ni kublar ayirmasi formulasi qisqa ko'paytirishda berilgan. A kvadrat turaveradi va buni yoyamiz formula bo'yicha. 4a minus 1 16a kvadrat plus 4a plus 1. Ana, ko'rdinglarmi? Demak, ko'paytuvchilarga ajratdik. 3 ta ko'paytuvchiga ajraldi misolimiz. Keyingisiga o'tamiz. Bu yerda endi qaranglar. Bir xillik topib olishimiz uchun e'tibor beringlar. Mana bu yerda bizda bu formulaga mos keladi. A plus b ning qavs kvadrati formulasiga. Demak, shuni yozib olamiz. Ya'ni chap tomonni ko'chiramiz. X plus 1 ni kvadratiga mos keldi. Ko'ryapsizlarki, mana bu ikkalovi bir-biriga o'xshash. Demak, bularni qavs tashqariga chiqaramiz. X plus 1 ni chiqarsak, bu yerda 2x minus 1 qoladi chap tomonda. Bu yerda ikkita-ku kvadrat bo'lgani uchun, o'shaning uchun bittasi qoladi va buni soddalashtirib qo'yamiz. Shunda 2x ga 1x qo'ysa 3x va birlar qisqarib ketsa 3x ni o'zi. Va buni biz 3x oldinga yozsak x plus 1. Mana bunday qilib ko'paytuvchiga ajratsak bo'ladi. Keyingi misolimiz ko'paytuvchilarga ajrating. Xo'p, endi qaranglar. Bizda mana bu ifodani biz a ning kvadrati deb tasavvur qilsak, bu ifodani b ning kvadrati deb tasavvur qilsak, o'shanda a kvadrat minus b kvadrat. U qanaqa bo'lardi? A minus b, a plus b. Ya'ni kvadratlar ayirmasi. Xuddi shu bo'yicha yoyamiz. 2 minus d dan ayiramiz 2 ni, 2 plus d ni, ya'ni o'rtadagi plus minusga aylanib ketadi va keyingi safar qo'shamiz. Ana endi buni soddalashtiramiz. Ikkisilar qisqarib ketsa minus 2d qoladi. Bu yerda d'lar qisqarib ketsa plus 4s qoladi. Demak, buni soddalashtirsak minus 8sd. Xo'p, ko'paytuvchiga ajraldimi? Ha, mana. Ko'paytuvchi ko'rinishda turibdi bular. Bitta koeffitsient, ikkita harf ko'paytmasi, tushunarlimi? Ana endi qisqa ko'paytirish formulalarining tatbiqi. Boya ham ishlatdik va endi xuddi shuni yana ko'proq ishlatamiz. Ko'ryapsizlar, 7 ta formulasi bor. Barchasi bir jadvalda, demak, bir rasmda keltirilyapti. Ana endi tenglama yechamiz. Shu qoida asosida. Ko'ryapsizlar, birinchi turgan, demak, ikkita ko'paytmali qavsimiz bizda kublar ayirmasi formulasiga mos keladi. Ya'ni a kub minus b kub formulaga. Demak, biz x ning kubi minus 3 ning kubi qilib sirazu yozib olamiz. Bu yerda esa x ning kubi o'zi bor edi. Bular o'xshash bo'lgani uchun qisqarib ketadi, chunki ayrilyapti va bu yerda 3 ning kubi bu 27 barobar 3 kara x. Bo'luv bo'lib o'tadi ko'paytiruv 3, o'shanda minus 9 qoladi. Demak, javobimiz bizda minus 9. Ko'rasizlarmi, bizda bittalab qovus ochib chiqmadik. Ochib chiqsak ham baribir xuddi shu ifodaga kelardi, lekin qisqa ko'paytirish formulasi ishimizni rostdan ham tezlashtirib berdi. Tushunasizlar? Keyingisi. Bu yoqda e'tibor qilinglar,
birinchi qovusimiz kublar yig'indisi. Ana shu formula bo'yicha yoyib olsak va bo'luvni biz kasr ko'rinishida yozib olamiz va mahrajiga yozamiz mana bu ifodamizni. Ana shunda birinchi qavsimizni yoyib olsak ikkita qovusga formulasi bo'yicha o'zini imini formulasi bo'yicha qarabsizlarki, mahraj bilan bir xil ifoda ikkinchi qovusda hosil bo'ldi va bular bo'linib qisqarib ketadi va shunda 91 qo'shuv 39 bu 130. Ya'ni ko'rasizlar, yaxlit javob chiqdi. Hech qanaqa darajasiga oshirib nimadirlarni hisoblab qiyin hisob-kitob bajarmadim. Shunchaki formulaga qo'ydim, qisqartirib yubordim va oxirida hisob-kitob bir donagina 91 ga 39 ni qo'shish bo'ldi. Oson, ishimiz tezlashdi. Va so'nggi misolimiz, demak, soddalashtiring. Xo'p, biz bu yerda ikkita formulani birlashmasini ko'ryapmiz. Kublar yig'indisi va kublar ayirmasi. Ular qaysilar? Mana bu ikkalovi va bu ikkalovi bir-biriga juft bo'lib kelyapti. Formulani to'ldirib kelyapti. Demak, birinchi belgilaganimiz demak a kub minus b kub, keyingisi esa a kub plus b kub. Bularni yozib olsak ko'paytma ko'rinishida. Chunki barchasi o'rtasida ko'paytiruv kelyapti. Demak, a kub minus b kub, a kub plus b kub. Va bular esa kvadratlar ayirmasi formulasiga mos keladi. Ya'ni a kubning kvadrati minus b kubning kvadrati. Ana shunda darajalar bir-biriga ko'paytiriladi. Oxirgi ifodamiz mana shu ko'rinishida qoladi. Ko'rdinglar, javob mana shu. Bugun sizlar bilan ko'p xatlar mavzusini to'liq ko'rib chiqdik va keyingi darslarimizda algebrik kasrlar, ularni qo'shish, ayirish, ko'paytirish bo'lishga oid mavzularni o'tamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha